Bu oshxonasidagi skladchasi, ya'ni bu yerda hamma narsalarni kirgizib qo'yadi. Xolodilnikdan qo'yish kerak bo'lgan narsalardan tashqari narsalarni. Bu yoqda esa ularning oshxonalari bor. Gazlari katta oshxonasi, juda ham oshxonasiga e'tibor berishadi. Bu ko'rbizlar, ya'ni Halloween bayrami kelyapti. Hozir shunga chiroyli qilib bezatib qo'ydi. Shunaqa shinamgina oshxona. Oshxonada Martin bizani to'yimizga kelgan kofe tayyorlayapti bizga. Hozir shunaqa qilib dasturxon nakrivat qilishgan. Hozir bu yerda ovqatlanamiz. Nemischa ovqatlar qilishgan ekan, avstriycha. Ularni ham sizlarga ko'rsataman. Shunday qilib, bugun biz turmush o'rtog'imlarning 10 yillik do'stlari Martinning uyiga mehmonga keldik. Martin ota-onasi bilan birgalikda yashar ekan. Martinning ota-onasi bilan ham bizlar ham tanishib oldik. Uyga endi kirib kelganimizdan qorninglar och qolgandir deb nemischa milliy taomlardan tayyorlab qo'yishgan ekan, ya'ni ko'rbis deyiladi. Bu kadili sho'rva. Bu ovqat menga juda ham yoqdi. Aynan kadili sho'rvaga kadili yog'lari bilan birgalikda tortishdi. Ikkinchi ovqatga esa turli xil dengiz mahsulotlaridan, ya'ni baliqlarni o'zlari maxsus idishlarda pishirishgan ekan. Birgalikda pishirish jarayonlarini ham bizga aytib berishdi. Ovqatlanib bo'lganimizdan keyin men ularni balkonlarini tomosha qilishga chiqdim. Ular bio, ya'ni tabiiy usulda limon yetishtirishar ekan va bundan faxrlanishlarini menga qiziqarli faktlar bilan birga aytib berishdi. Va balkonlarida archa ham bor ekan. Archa bilasiz, eng ko'p kislorod ajratadigan daraxt hisoblanadi. To'g'risi ularning bog'lari, balkonlari juda ham menga yoqdi. Biz ular bilan ko'p suhbatlashdik. Martinning onasi 37 yoshga to'lganligini va ko'nglidagi qizni qidirayotganligini bizga qiziqarli qilib aytib berdi. Hozirgi kunda faqat ish bilan, biznes bilan bandligini va hech narsaga vaqti yetmayotganligini aytib, onasi Martin ustidan bizga arz qilishdi. Va biz ovqatlanib bo'lganimizdan keyin biroz suhbatlashdik. Keyin esa eng zo'r kofe yetishtiradigan tanishlari bor ekan va o'sha kofelardan biz ham ichib ko'rdik. Kofe bilasiz, avstriylar juda ham ko'p kofe ichishadi. Bu bizga ham hozirgi kunda ancha an'analari yo'qqan. Biz ham kofeni yaxshi ko'rib qolganmiz. Martinning onasi juda ham mehribon, juda ham aqlli ayol ekanlar. Men bilan doimiy suhbatda bo'ldilar, zeriktirmaslikka harakat qildilar. Bog'larda o'zlari o'stirgan mevalardan olib berdilar va o'zlari qo'llari bilan terib berdilar. Bu esa menga juda ham yoqdi va o'zi yetishtirgan, o'zi yoqtirgan gullaridan menga ham olib kelib berdilar. Bunaqa mehribonchilikdan keyin to'g'risi xursand bo'lmaslikning iloji yo'q. Shu bilan safarimiz ham qaridi, uyimizga taklif qildik va keyingi safargacha sizlar bilan xayrlashaman. Video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Ko'rishguncha xayr. Es wäre doch schön, oder, wenn man auf Knopfdruck von Nebel auf Sonne wechselt.